Hurmatli obunachilar. O'zim hali qo'chqardi. Yaxshi qo'shilgan-da bunga. Ha, onasi oldi. Bolani ham berib beribdi. Mana bolani qara. Ana shuni ushlab turing. Mana buni qaranglar, quloq tashlab turishini qaranglar. Quloqlari ham katta bo'lsa 22 dan kam bo'lmaydi. Akmaljon, Yaxshi qo'chqar qo'shilgan ekan. mana buni qaranglar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy zo'r ekan. Akmaljon, qo'chqarmi, urg'ochimi bu? Qo'chqar Murodjon. Qo'chqarmi bu? Tarbiyalab olishadi. Qo'chqarni zo'r qo'shilgan ekan. Haqiqiy. Mo'jiza qo'yakan Murodjon, bu mo'jiza. Mana qara. 4 raqam bor ekan. Allohning bir mo'jizasi bu o'zi. O'zini, Kraska emas lekin bu o'zini oqnaqasi. o'ziniki, ha? Ha, mo'jiza. Mana. Keyin qarating yuzini. Qo'chqar zo'r Quloq tashlab turishini qaranglar. Quloqlari ham haqiqiy. Simchib bergan ekan bolani ham. Bitta to'nlari ham toza, razrezlari ham. Boladan qo'chqar bo'ladi bu ham. Haqiqiy zo'rdan ekanmiz. Assalomu alaykum, qo'y chorva ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Aka-ukalar, xudo xolasa biz video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bitta like bosib, mana shunday qo'chqar urg'och qidirib yurgan aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga chiroyli qilib qo'ldan kelganicha yoritib beramiz. Boshlangan kunlaring hammalaringga xayrli, barakatli o'tsin deya o'zimizni do'stimiz Akmaljonning mini qo'y fermalaridan boshladik. Akmaljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Murodjon. Assalomu alaykum obunachilar. Obunachilarga Murodjon qo'ydi o'ta linalilari keldi bugun. Haqiqat zo'rdan kelibdi. Zo'ridan baqamandagi obunachilarimizga kelib so'rashyapti-yu menga pulini qizig'i yo'q, zo'ridan keladi. Aynan obunachilarimizga, so'roq obunachilarimizga olib keldik bu. Haqiqatan zo'rlardan yetib kelibdi. Birinchi partiyamizga biri urg'ochi, biri qo'chqor ekan, ha? Qo'chqorni quloq tashlab turishlarini qaranglar, hurmatli obunachilar. Kallasi ham haqiqiy keldi qo'chqardi ham. zo'rdan ekan. Mana bu urg'ochi ham haqiqiy zo'rdan ekan, hurmatli obunachilar. Oxirgacha ko'rib turasizlar, sekin-sekin ma'lumotlarni buni berib boramiz. Xo'p, Akmaljon, bugunga necha partiya qo'y chiqarib beramiz? 3-4 partiya qo'yimiz bor, oxirida ko'rib turibsiz. 3-4 partiya vaqtimiz yetgancha chiqarib beramiz, ha? Ha, vaqtimiz yetgancha chiqarib beraveramiz. Qo'ylar oxirida ko'rib turibsiz, qo'ylarni ina bola, bo'g'oz hammasidan chiqadi bugun. Hammasidan chiqadi, ha? Hammasidan chiqadi. Xudo xolasa Bittadan like bosib qo'yib, videoni oxirida ko'rib turibsiz. zo'r bo'ladi. Ya izlagan qo'yni topishadi bugun kanalda. Ko'pchiliklar bizda ona bola so'rashyapti, Akmaljon. Ona bolani yaxshilardan olib kelibsiz, xudo xolasa ko'rdim, qo'rada. Ona bolani ham. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana bundaqa to'qli variantlardan, mana bunaqa urug'likka, urg'ochga qo'shqani, qo'chqor qidirib yurgan obunachilarimizga haqiqiy zo'rlaridan, xudo xolasa qidirgan qo'ylaringda xudo xolasa bugun topasizlar. Xo'p, birinchi partiyamizga 2 dona ekan Akmaljon bu yerda. 2 dona, ma'noli qo'ylar. Ma'noli. Chuli qo'ylar emas bunaqa. Haqiqiy mana qo'ydi zo'r ekan. Akmaljon, birinchi ma'lumot shu to'qlidan boshlaymiz. Buni yosh oylari qanaqa Akmaljon buni? Bizga 7-8 oy atrofida berishdi. Stakan tuyoq ekan. 7-8 oylik atrofida. 8 oylik penis. O'zi orqadan mana tulyapti ekan, simjon variantli. Xo'p, Akmaljon. Xo'p, urg'ochini ma'lumotlarini, qolgan ma'lumotlarni telefonga odamga beraverasiz o'zingiz. Telefonga Ha. Telefon qilishsa, qolib ketgan ma'lumotlari bo'lsa, telefonda aytaveramiz. Xo'p. Qiziqtirgan savollari bo'lsa, berishaveramiz. Bemalol berishaveradi, xudo xolasa. Akmaljon, mana shu qo'chqarimiz haqida qisqacha ma'lumotni berib o'tamiz. Bugun qo'ylar partiyasi ko'p ekan deyapsiz, keyin buni narxiga o'tiramiz. Xo'p, buni bo'ylarini nechaga beramiz qo'chqarimizni bo'yini? Ular 95 pilisda, Murodjon. 95 pilisda. Ha, 95 pilisga olishaveradi. Akmaljon, quloqlari juda uzun ekan. Quloqlari necha chiqadi Akmaljon? Quloqlari 21, Murodjon. Quloqlari 21. Ha, 21. 21 chiqaradi. 21 chiqaradi. Xudo xolasa 21 chiqaradi. O'lchab ko'rdik, 21. 21 ekan, haqiqiy. Oyoqlari ham baquvvat ekan. Baquvvat, rassa o'sha sog'liqda zo'ri bor degan obunachilarimizga shunday bor qo'shishaveradi. Akmaljon, buni yosh oylari qanaqa ekan tishlari? Bu 2 yosh qo'shqarimiz. 2 yosh. Endi chiqaryapti. 4 endi chiqaryapti. Aslida tobida ishlaydigan paytiga keldi qo'shqar. Haqiqiy qo'ylar qo'shgani, haqiqiy zo'r ekan. Nafasiga keldi, yoshiga. Quloq tashlab turishlarini aytib berasizlar, ya'ni garbonuslariga. Haqiqiy to'llari ham simjon variantdan ekan, hurmatli obunachilar. Bu ham yaxshi narsa ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa yeb ishida muammosi yo'q. Umuman grammar muammosi yo'q. Bir hafta sinab olishaveradi. Hatta sinab olishaveradi yana. Bo'ldi. Akmaljon, buni endi qiz joyiga o'tiramiz, narxiga o'tiramiz. Uni maqtaganimiz bilan qo'y tuya bo'lib qolmaydi. Necha puldan qilib beramiz Akmaljon? Bu qo'ylar bizga ham o'zi yaxshi pulga kelgan Murodjon. Aha. Hop, urg'ochini 800 dollarga, qo'chqarisi 1,5 ming dollarga vodiy bo'la Toshkentga yetkazib olib beramiz. Xayr sunnati bormi? Xayr sunnati o'tib berasizmi Akmaljon?
Hayır sunnatga chiroyli qilib o'tib beramiz. Telefon qodamiz bitta. Qiziqqan odam, realniy odam oladigan telefon qilib olsin. Realni olaman degan obunachilarimiz bemalol aloqa ochib ko'ragansizlar, xudo xohlasa. Telefon qilish olsin. Realniy oladigan odam telefon qilsa ishlarni bitiradi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa sayr sunnatga o'tib beradigan joyi bor ekan. Realni olaman degan aka-ukalar aloqa ochib ko'ragansizlar, xudo xohlasa. Qo'chqorda ham haqiqiy zo'ridan ekan, xudo xohlasa. Maslahatlarni qilib telefon qilaverasizlar. Telefon qodamiz ish bitadi, xudo xohlasa. Hayır sunnatga chiroyli qilib o'tib beramiz. Xudo xohlasa Qirg'iziston Bishkekdan keltirgan edingizmi buni? Beshkekdan toza Qirg'iziston degan. Toza Qirg'izistondan keltirgan ekan, xudo xohlasa. Zo'ridan ekan Yaxshi mana. qilib kelgan o'zimizga. Bemalol aloqa ochib ko'rasizlar. Xo'p. Akamojon, xudo xohlasa dastlabkilarda qayergacha qilib beramiz endi? Vodiy bo'ylab Toshkentga o'tkazib olib beramiz. Hamma viloyatlarga bor, qolgan viloyatlarga kelishilgan. Kelishilgan holatda. Bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Qolgan viloyatlarga ham xudo xohlasa o'zlari yetkazib olib berishar ekan. Xudo xohlasa qiziqqanlar aloqa ochib ko'rasizlar. Bizda endi hurmatli obunachilar keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga ham mana bunday qo'chqorlarni haqiqiy zo'ridan ekan. Stoykalarga e'tibor berasizlar, quloq tashlab turishlarga e'tibor berasizlar. Xudo xohlasa haqiqiy qo'chqorda ham e'tiboshi, badallari yaxshi. Pullarni olib, ishlovlarni berib qo'yilgan zo'r variantlardan ekan, xudo xohlasa. Oxirgacha ko'rib turasizlar, hurmatli obunachilar. Sekin-sekin buni ma'lumotini beraveramiz. Akmalchi shuni razversini bitta ko'rsatib qo'yaylik, razversi. Haqiqiy zo'r narsa ekan orqasi. Hurmatli obunachilar, oyoq tashlab turishlarni qaranglar. Razversi ham dakansa ekan haqiqiy. Akmaljon buni ikkidan urug'liq qo'chqarimiz sog'liqni zo'ridan bo'lsa, qo'chqar papalaridan kelgan. qo'chqor zo'rlar ekan-a? Papalaridan kelgan. Uzunligini qaranglar, haqiqiy uzun. Yetib ham zo'r ekan, Akmaljon. Etlari ham zo'r. Badanlari ham haqiqiy zo'r ekan. Bor, bemalol soliqqa qo'shib yuborishaveradi bor. Oyoqlariga tegirasizlar, Soliqni oyoqlari. bor, o'zi po'xirlar yig'ib yurgan degan hoji bolangizni tavsiya qilamiz buni. Akmaljon buni yoshlari qanaqa ekan yoshlari? 4 endi o'tdi Murodjon. 4 endi o'tdi. 4 endi o'tdi. Ishni ko'rsatib qo'yamizmi? So'z isboti bilan bo'lsin. Bo'ldi Akmaljon, ko'rindi. Akmaljon buni 4 tishlagan tishlari. Buniki-chi? U ikki endi o'tdi Murodjon. Ikki tishga endi o'tdi. Qo'bida endi. Haqiqiy zo'r ekan mana bu yoshda qarang, qo'llanyapti haqiqiy. Mana so'kasi qarang, haqiqiy. Badani ham zo'r. Badani haqiqiy e'tiboshi ham zo'r ekan, hurmatli obunachilar. Yemini yeb turgan. Mana haqiqiy zo'rdan ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa, yeb ishlar ayb nuqsoni yo'q. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q-a? 110 kilo. Vesi ham 110 kg. 110 kilo. 100 kilodan oshiq. 100 kgdan oshiq. Xudo xohlasa. Veslari ham. Veslari ham 100 kgdan oshiq ekan, hurmatli obunachilar. Xo'p, Akmaljon, xo'p, bo'ylari buni nechaga beramiz, Akmaljon, kichkinani? Shu urush qoqish shekilli bu. Bo'ylarini nechaga beramiz, Akmaljon? Buni bo'ylari Murodjon Ha. 93 chiqdi. 93. 93. Aha. 93. Narigimizniki 85. Bunga 85. Ha, 85 ga oshib boradi. Mana haqiqiy. Qirg'izistondan keltirilgan ekan, Qirg'iziston birkalari ham bor 5 ekan. ket qo'chqarlari. Qirg'iziston 5 ket qo'chqorlar ekan. Akmaljon, bu qo'ylarni endi biz maqtamaylik, haqiqiy bo'lib qarang, jonivorlarni. Urushqoq ekan haqiqiy. Akmaljon, endi bu narxiga o'tiraveraylik. Birinchi mana buni necha pulga beramiz biz obunachilar? Gapni keladi Murodjon, buni 10 million so'mga oddiy bo'lib Toshkentga yetkazib olib beramiz. 10 million so'mga vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib olib berasiz. Akmaljon, xayri bormi? Xayr sunnatga o'tib beramiz. O'tib bergan joyi bor-a? Telefon qadamda ishi bitar ekan. Telefon qodamiz bitadi. Akmaljon, mana bu kattani necha pulga beramiz endi? Buni 11,5 ga beramiz. Murodjon, realni oladigan odam hisobini chiqarib, maslahatini qilib telefon qilib olsin. Ishni bitiramiz, xudo xolasa. Akmaljon, kuchlari ham yetgan, haqiqiy. 100 dan ortgan ekan vesi, xudo xolasa. Qiziqqanlar aloqa ochib ko'rasizlar. Qiziqqanlar aloqa ochib ko'rsin. Ishlarini do'stim bitirib beradilar. Haqiqiy zo'rlardan ekan. Akmaljon, qo'yavering bularni, keyingi partiyaga o'tiramiz. Yurish-turishlarni ko'rsatib qo'yaylik obunachilarga. Mana. Haqiqiy zo'rlardan mana obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, bizda keyingi partiyaga mana o'zim haligi qo'chqardi, yaxshisi qo'shilgan-da bunga. ha, onasi oldi. Bolani ham berib beribdi. Mana bolani qarang. Ana shuni ushlab turing. Mana buni qaranglar, quloq tashlab turishini qaranglar. Quloqlari ham buni katta olsa 22 dan kam bo'lmaydi. Akmaljon, Yaxshi qo'chqar qo'shilgan ekan. mana buni qaranglar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy zo'r ekan. Akmaljon, qo'chqarmi, urg'ochimi bu? Qo'chqar Murodjon. Qo'chqarmi bu? Tarbiyalab olishadi, qo'chqarni zo'r qo'shilgan ekan. Haqiqiy zo'r narsa ekan. Orqasini ko'rsatib qo'ying, Akmaljon, orqasini ham. Oh, mana nimasini qaranglar. Obunachilar, zo'rini qidirdingizmi? Haqiqiy zo'r ekan. Buni olib boqsa, enasi bekor qolib ketadi. Buni o'zi tarbiyalab olsa, Enasi bekor qolib ketadi, xudo bekor xohlasa. qolib ketadi. Haqiqiy zo'r ekan. Dollarga sotishadi buni, dollarga. Mana.
Haqiqiy zo'rdan ekan, xudo xolasa. Akmaljon arzon qilib berasizlar pulni bugun. Arzon bilan qolasa. Mana. Zo'rdan Bolasini ekan. tarbiyalasin, bolasini sochishadi bo'lsa, onasini sochishadi, ikki odam bittasi bekor qolib ketadi. Ikkodan bittasi bekor qoladi. Bekor qolib ketadi. Mana onasi ham Qirg'iziston Bishkekdan keltirilgan ekan. Xo'p, qo'yavering Akmaljon, keyingi partiyamizga xo'p, ona bola variantlaridan ekan. Ona bola variantlaridan ekan, hurmatli obunachilar. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beramiz. Akmaljon, bu ikkinchisi bolasi qanaqa ekan? Ikkalasini ham qo'chqor o'zi. Ikkalasini ham qo'chqor. Qo'chqor. Bolalari oldida mana turibdi. Ikkalasini ham. Bolalari qo'chqor qo'chqor berib yuborgan ekan. Xo'p, mana buni ham haqiqiy zo'r variantdan ekan, xudo xolasa. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Uni ham qulog'i juda uzun ekan, Akmaljon. Haqiqiy zo'r variantdan ekan mana. Mana hurmatli obunachilar. Keyingi partiyamizga shunaqa, haqiqiy ona bola variantlaridan ekan. Juda chiroyli. Bu onasi ham yetib olishi yaxshi ekan, Akmaljon. Katta yirik ekan, a? Qurib qolmagan, bola boqqanimda qurib qolmagan, yetib olishi yaxshi. Bachugini qaranglar. Egizchi emasmi, Akmaljon bu? Egizchiga o'xshaydi, ya. Egizchiga o'xshar ekan. Egizchiga o'xshab bitirgan xudo xolasa. Bolani zo'r boqar ekan. Yuzlariga e'tibor berasizlar. Yuzlari ham juda chiroyli. Ikkinchi qo'chqorcha mana. Onasini orqasiga bekib olgan. Buni ham quloq tashlab turishlari chiroyli ekan. Xo'p, buni bolasi bunisi olib turgan, to'g'rimi? Ha, shunday. Yana ikkalani ham oldida bolalari o'zi bilan birga turibdi. Bu mo'jiza qo'yarkan, Murodjon, bu mo'jiza, bu qarang. 4 raqam bor ekan. Allohning bir mo'jizasi bu o'zi. O'zini, Kraska emas lekin bu o'zining oqnaqasi. o'ziniki, ha? Ha, mo'jiza. Mana. 4 raqam bor bor ekan ekan. mana. 4 raqam. Akmaljon tushib o'tib qo'ying shuni. Sirazi mana. 4 tishmi bu? 4 tishga endi o'tyapti. 4 tishmi? Haqiqiy yosh variantdan ekan, a? Yoshida, ha. Yuzi ham qanaqa ekan haqiqiy. Haqiqiy zo'r variantlar ekan, hurmatli obunachilar. Buni bolasini qarang, buni. Obunachilar. Qarang. Quloq tashlashlarini. Haqiqiy Qo'shilgan ekan. Qirg'izistonda o'zi Qirg'izistonda qo'shilgan qo'chqar bolalardan o'zimizda qo'shilmagan bu. Haqiqiy zo'r qochib o'tgan qo'ylar. Mana. Akmaljon shuni menga qarating yuzini. Qo'chqar zo'r. Fotoshop turishlarini qaranglar. Quloqlari ham haqiqiy. Sinchib bergan ekan bolani ham. Bitta tonlari ham toza, razrezlari ham. Boladan qo'chqar bo'ladi bu ham. Haqiqiy zo'rdan ekan, hurmatli obunachilar. Qani. Quloqlarni qaranglar. Haqiqiy zo'r ekan. Jon buni hozir bo'ylarini aytamiz, keyin narxiga o'tiramiz. Buni yirik qo'yimiz bo'yini nechaga beramiz, Akmaljon? 85 plyus Murodjon. 85 plyus. Buniki 80 plyusda. Akmaljon buni 80 ga bering. 80 ga olish. Ha, buni 85 ga bering. 85 ga olish. Plyus demang, undan u yog'i o'z obunachilarga bonus bo'lsin. Chiqqan olishaveradi. Chiqqan olishaveradi. Akmaljon. Xo'p, narxiga o'tiramiz Akmaljon bularni. Xudo xolasa, narxlarni chiroyli qilib bersangiz, xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqishib, talash-torish olishaveradi. Buni Murodjon olg'ochni gapirgani yo'q. Buni chuli-chuli qo'ylar emas. Bolalar ham yaxshi qo'chqardi, qochgan. Yana To'g'ri, ko'rdik. 1-2 oydan keyin qo'chqardi. Zorini qo'shib, bolasini olib yurishaveradi uzoq yillar buni. Aha. 3-4 marta bolasini olishaveradi. Aha. Buni gap to'st kerak yo'q. 11 million so'mdan Vodiy Toshkentga yetkazib olib beramiz. Jup olganga, xudo xolasa. Jupini olganga 11,5 dan tanlab olishga telefon qilsin kelishamiz. Kelishasiz o'zingiz, ha? Yoqqanini telefon qilib, bittasini olishaman desa, telefon qilishaveradi. Ishlari bitadi, xudo xolasa. Haqiqiy Kelishamiz unisini. quloq tashlab turishlari haqiqiy chiroyli, xudo xolasa. Olib tashlab qo'yinglar, xudo xolasa, baraka topasizlar. Xudo xolasa telefon qilasizlar, telefon qilamiz, xudo xolasa ishlarini bitirib beringlar. Akmaljon bir narsa aytish esdan chiqdi, xayoldan qochibdi. Bolalar nechchi bolalar edi buni? Bu 3-chi bolasi Murodjon. Buniki 3-chi bolasi. Ikkinchisi. Bunisi ikkinchi bolasi ekan, xudo ikkinchi xolasa. bolasi. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa telefon qilgan odamga o'zlari ma'lumotni yana bir qaytadan beradilar. Mana, jonivorim o'zi charchadi mana. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa telefon qilgan odamni ishlarini bitirib beradilar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiyamizga ham haqiqiy mana bunaqa zo'r ona bola variantdan ekan. Yuzlariga bir e'tibor berib qo'yasizlar, yuzlari ham tiniq. Akmaljon yosh ekan-a? Yosh, birinchi bolasi Murodjon bu. Birinchi bolasi. Ha, birinchi bolasi. Birinchi bolasi bo'lsa, ikki tishmi o'zimi? Ikki tish. Ikki tish? Ha, tish yorgan. Tish yorgan. Birinchi bolasi. Go'sht ko'tarib turibdi, haqiqiy. Sog'lom variantdan ekan. Ko'rsatib qo'ying. Ikki tish ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ldi, ko'rindi. Bolasimi ekan Akmaljon buni? Bolasi qo'chqor Murodjon. Bolasi qo'chqor. Qo'chqor. Bolasi onasiga yetib olibdi. Qashda onasiga yetib olgan. Onasiga yetib olgan. Haqiqiy orqalari ham juda chiroyli ekan. Mana barrajuni. Qo'chqor mana, haqiqiy zo'rdan. Qo'chqorasi yosh. Yosh variantdan ekan mana. Yetib olishlari ham yaxshi mana, hurmatli obunachilar. Yaqinroqdan ham ko'rsatib beraman sizlarga mana. Xudo xolasa
Bular arzon bo'ladi dedingiz buni. Buni ham chiroyli qilib berasiz. Yeb ichishdan muammosi yo'q umuman. Umuman muammosi yo'q. Undan muammosi yo'q. Qo'ylar o'zi pisib olyapti. Issiq bo'lganligi uchun qo'ylar pisib olyapti, hurmatli obunachilar. E'tibor qilmaysizlar. Sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Mana bunaqa o'stiradigan simjun variantlar agar xudo xohlasa tepasidagi joy to'kilib ketadi. Tez orada haqiqat simjun yosh variantdan ekan. Bir oyda ajratib, yana qo'shqat qo'shoradi onasi. Bir oyda, bir oyda. Bir oyda qo'ygan o'zi. Bir oyda ajratishsa sutga to'yib oladi ham. Sutga to'yib inasi yetib oladi o'zi. Sutga to'yib og'ziga yetib oladi. Mana bachaga ham o'ziga yarashgan kattagina ekan. Xudo xohlasa bolani yaxshi boqqan ekan jonivor. Akmaljon xudo xohlasa yeb ichishdan muammosi yo'q. Hop, bo'yi nechiga beramiz Akmaljon? Bo'yi 75. Bo'yi 75. 75 ga ber. Qo'ygan ekan. To'qa chiqqan ekan jonivor. Hop, Akmaljon, quloq oshlari ham butun. Xudo xohlasa, ayb nuqson yo'q bo'lsa, endi xudo xohlasa buni narxini necha qilib berasiz obunachilarga? Buni narxi yo'lida bo'ladi, Murodjon. Buni oldi qo'shni gap kerak yo'q, buni 8 million 200 ming so'mga vodiy bilan tashkilda yetkazib beramiz. Xayri bormi Akmaljon? Qayerga sunnatga o'tib beramiz. Telefon odamni ishi bitadi, xudo xohlasa. Bemalol telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. Xudo xohlasa xayri sunnatiga o'tib berishar ekan. 8 million 200 ming so'm dedingizmi? 8 million 200 ming so'mga xudo xohlasa o'tib beradigan joyda bor ekan. Yuziga borib bittasi bekor qolib ketaveradi. Mana. Shoshilib aloqa ochib ko'rasizlar, talashib olasiz hurmatli obunachilar. Haqiqiy yosh variantlar ekan. Xo'p, Akmaljon bundan keyin partiya o'ylamamiz bormi? So'nggi partiyamiz, Murodjon bu. Bu so'nggi partiyamiz, ha? So'nggi partiyamiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa, mana haqiqiy yosh variant ekan. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammalarning choralaringizga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar.